Assalomu alaykum. Xudo xolasa bizda yana bir fokimizga gaz balon qo'yib tugatdik. Ko'rishingiz mumkin. Idealni qilib qo'ydik yoniga. Sekson litrlarni bu yoqqa qo'ydik. Как заводской qilganini ko'rishingiz mumkin. Boshqa ko'rinmaydi, nezamitni qilib. Ko'rinishi ana заводской qamitlarni ishlatdik o'zini hamma yo'g'ini. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, ramadan baland qo'yib qo'ymagan mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomondan ko'rinishi. Kreldan ham chiqib qolmagan, tepasidan ko'tarilib qolmagan ana. Bu tarafiga ham 4 tani qo'yib berganini ko'rishingiz mumkin. Ramadan chiqib qolmagan. Turkiyalarga e'tibor qilamiz. Ana doполнительный zapravkani ham qo'yib berdik. Обязательно provokni qilib berdik, ko'rishingiz mumkin. Umuman gaz yoqlamaydi. Kim shunday sifatli xizmatimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqa ochib ko'rasiz. Pastda raqamlarni qoldiramiz. Bu videoni обязательно foydali shofer akalarimizga borib qo'yamiz.